qanday qilib xerdorni do'konga kilgan qilib jalb qilamiz, qanday qilib kelgandan jiqroq narsa sotamiz. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Hammalarning hozir vaqtinlar xayrli bo'lsin. Abdurahmon Battar muallim 3 kunlik dars so'zlash uchun, ya'ni illik tiklash dars so'zlash uchun postga qilib kelib qoldi. Hozir efendim oshxonasida mishadagi postkamdagi yosh illik tikluvchilar bilan kutilib boramiz. Ertadan boshlab, ya'ni 3-oyning 13, 14, 15 3 kun postkam noyasida shu illik tiklash to'g'risida dars so'zlamoqchi, ya'ni 36 xil tadbirni yishib tushuntirib qo'ydi. Agar mush darsni og'ingiz bor o'tib tizimlasang bo'ldi. Ertadan boshlanadi dars. Hozir zopin kirishib yo'l o'tamiz. Ertadan kelsangiz bo'lardi. Hozirgacha tizimli bo'lganning soni qilinjiq. Yan tizimlasang bo'lardi. Hozir Abdurahmon Battar muallimning bu darsniki qisqacha mazmunlari bilan tanishtirish taklif qilamiz. Yaxshimisizlar? Postkamdagi va atrofdagi barliq korxonchi, eglik tiklovchi do'stlar. Men Abdurahmon Battar muallim. Men mush korxonchi do'stlarningki alay taklifi bilan 13, 14, 15 ya'ni ertadan boshlab 3 kun setishni ilgari surishdagi 36 tadbir degan dars so'zga keldim. Bu darsimizga nurg'un korxonchilar qatnashgan. Albatta mana Aziz Sheksidagi Yusufjonlar, Azizjonlar o'ljiga berib qatnashgan. Bularni qatnashib, o'sha yaqinlarimiz anglavasi bo'lgan darsga deb qisinib, buni alay taklif qildi. Shunga keldik. Ertadan boshlab 3 kun so'zlaymiz. Bu darsda qanday qilib xerdorni do'konga kilgan qilib jalb qilamiz, qanday qilib kelgandan jiqroq narsa sotamiz, qanday qilib ularni qayta do'konga kilgan qilamiz, qanday qilib atrofdagi do'stlarni bizga tunishtirib turgan qilamiz. Ashunga o'xshash eng yaxshi bo'lgan savdo ideyalarini 2025-yil eng yangi xerdor jalb qilish taktikalarini 36 xil tadbirga mujassamlab sizlarga foydalanishinglar uchun keldik. Shunga eglik tiklash orzusi bor, yoki setilib bo'lmagan mollari bor, yoki shirkati bor, amir do'koni bor. Ish qilib savdolar masalatlik barcha do'stlarningki mushu korxonchilar yig'ilishiga kelib o'rganib olishinglarni umid qilaman. Shundaqla bu sahna orqali yaxshi ko'p odam boyligiga erishishinglarni va atrofdagi o'zinglarningki maslahatlarni tavsiya qilsanglar bo'lgan bir yaxshi sahna. Shular bilan tanishib olishinglarni tavsiya qilaman. Qatnashgan do'stlar bo'lib qolsanglar, ayrim uchun qilsanglar bo'ldi. Hammanglarni rahmatdan saqlayman. Faqat 20 son qoldi. Rahmat. Unda o'zi qatnashish va o'tqanlar shu film fikri rayoniga nomerini qoldirib qo'ysangiz biz aloqalashsak bo'ladi yoki bevosita biz bilan telefon qilib aloqalashsangiz bo'ladi.